Jo Bayden va Krishtianu Ronaldu. Bu ikki dinozavrning bitta kadrda paydo bo'lishiga nima sabab? Sabab bitta. Ikkalasi ham pasportidagi yoshiga qarashni o'ziga haqorat deb biladiganlar xilidan. O'z vaqtida ikkisi ham sohasining mutlaq hukmdorlari edi. Bayden yarim asr davomida Amerika siyosatining epimarkazida yashadi. Ronaldu esa futbolning haqiqiy senatori edi. Jahon kubogidan boshqa hamma narsani yutib bo'lgan. Krish o'z fintlari bilan minglab himoyachilarni dog'da qoldirgan. Endi esa u vaqtning o'zini ham fint bilan aldab o'tib ketmoqchi bo'lyapti. Lekin bilamizki, vaqtni aldab bo'lmaydi. U xuddi var tizimidek shafqatsiz. Okean ortida esa Bayden 80 dan oshganda ham taxtga tish tirnog'i bilan yopishib olgan edi. Xuddi uzuklar hukmdoridagi Gollum o'z uzugini bergisi kelmaganidek. Ammo uning fizikasi va aqli allaqachon o'ziga qarshi oppozitsiyaga o'tib bo'lgan edi. Ronalduga qaytadigan bo'lsak, yoshligida u maydonda nima qilsa yarashardi. Hozir esa harakatlaridagi sekinlik yaqqol sezilyapti. U maydonda bo'lsa, butun boshli Portugaliya termasi faqat bitta odamga xizmat qiladigan ijtimoiy ta'minot fondiga aylanib qoladi. Temp tushadi, hamma faqat unga o'ynaydi. Aytgancha, Portugaliya tez orada O'zbekiston bilan o'ynaydi. Keling hammamiz chin dildan duo qilaylik. Shu o'yinda Ronaldu maydonda to'liq 90 daqiqa harakat qilsin. Bu bizning yagona imkoniyatimiz.